Shoira opa, olgan protseduralaringiz sizga yoqdimi? Judayam yoqdi. Judayam yoqdi menga. Men shu yoshga kirib, mana 65 yoshdaman, lekin ko'p borganman, shunaqa nimalarga borganman. Nima deydi, sizlarni? Kosmetologga. Lekin yosh bo'lishlariga qaramasdan birinchidan opit bor. Tochkalarni bilyaptilar. Og'riqsiz shu protsedurani qildilar. Mana sirada bilinyapti-da. Men juda ham xursandman, baraka toping. Tanjaning sog' bo'lsin. Rahmat, siz o'zingiz yoshingiz yetmasangiz hech kim sizga 65 bermaydi, 45 yosh beradi. Rahmat komplimentingiz uchun. Juda ham muloyimlar, juda ham samimiylar. Menga juda ham yoqdilar. Ular shunaqa kosmetologlarimiz ko'paysa, lekin hozircha bitta ekanlar. To'g'risi, ko'paysa. Bitta ham sezmadim. Haqiqatda bu nima deydi, yurakdan chiqayotgan gap. Men shunchaki aytayotganim yo'q. Rahmat kattakon Shoira opa, kelib turing. Qizim sog' bo'ling, umringiz uzoq bo'lsin. Ilohim nima deydi, unib o'sib 60-70 yoshda ham sizni qidirib kelsa ham. Amin. Onaizam yo'lidan kelvaslariga salom. Rahmat kattakon.